Ben Allah'tan başka hiç kılıp söylediği insanım yok. 2 günden beri ben hissediyordum ben. Dedemem, değilim ki geliyor. İnsanca qanchalik og'ir, üstüne unisine bu kız derdi yok. Bu kız ben uyda kasal bo'lib yotgan paytlarim, grip bo'lib yotgan paytlarim, hech kim yaxshimisan yonimga kelmagan. Pulim borki medsestrani chaqirib eshigim ochiq turibdi, hushimdan ketib qolgan bo'lsam qarang deb hammasini aytgim keladi. Hammasini, dardlarimni hammasini aytgim keladi. Lekin Robbimga shukr deyman. Robbim rizqimni berdi. Robbim ustuvor yo'l ko'rsatdi. Allohim rizqimni barakasini berdi, farzand berdi menga. Yaxshi ona bo'lishim uchun Turkiyada qiynalib farzandimni tuqqanman. Hech kim yonimda bo'lmagan. Begona deb qarashmagan Turkiyadagi doktorlar ham farzandimni tuqqanimda 2-3 kundan beri ko'z yosh kelmayotdi. Sizlar o'ylaganchalik blogerlarning hayoti judayam yaxshi emas. Men 3 o'g'il ota ko'rdim. 3 o'g'il ona ko'rdim. Hech qaysi meni chiqishtirmadi. Men ko'chalarda kichkinaligimda 13 yoshligimda bolalar uyiga borib yotib olmoqchi bo'lganman-da. O'zbekistonga kelganman. Dadam meni katta qilmaganligi uchun dadam menga mehri yo'q bo'lgan. Misol uchun ichimda o'tayotganlarni Alloh biladi-da. Mana ko'rasizlar, даже meni ota-onam kelib yonimda 24 soat tepamda turib, bolam demaydi. Shuning uchun har doim aytaman, yo Robbim deyman, men yetimman deyman. Chunki onam meni yonimga kelolmaydi, yig'laydi, duo qiladi. Onam meni yonimga kelolmaydi. Dadam, bilmadim, dadam menga mehri yo'qmi bilmayman. Shunchalik o'zimni yolg'iz his qilganman. Shunchalik o'zimni yolg'iz. Hammani ota-onasi bor. Vaqtida Qur'on o'qib, vaqtida 5 mahal namoz o'qigan paytlarim, qizim bilan och qolgan paytlarim, o'g'il dada, o'g'il ona ko'rgan vaqtlarim, har doim nima desam bo'ladi, yomon insonlar bilan emas, yaxshi insonlar bilan yurishga harakat qilganman. Qiynalgan insonlarga yordam berishga harakat qilganman. Har qanaqasiga ko'ynimni toza qilganman. Hech qachon ko'ynimni kir qilishga harakat qilmaganman. Allohga bir yoqadigan tomonim borki, Alloh ko'p sinov beradi. O'sha sinovlarni menga dars qilib beradi va yaxshilikka hammasi. Va har bir
sizlar o'ylaganchalik ochiq sochiq yurgan qizlar ichida iymoni yo'q bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Hammasini ichida iymoni bo'ladi. Hammasini ichida bir kunmas bir kunman o'laman, bir kunmas bir kunman qabrga tushaman degan narsa bo'ladi. Men sizlar uni jalab deylar, men sizlar uni yomon inson deb hisoblaylar, lekin ichidan o'sha inson, o'sha ayol tavba qilishga harakat qiladi. Qaniydi mana bu hijobda yursam, qaniydi mana bu Qur'on o'qisam deb Allohga ming qatla shukr. Qur'onimni bilaman, namoz o'qishni bilaman, hamma narsani bilaman. Vaqtida ro'mol kimdirlar mening ustimdan kulayotgandir, kimdirlar rahim qilayotgandir, kimdirlar hidoyatga qaydayotganimdan xursand bo'layotgandir. Men ochiq sochiq kiyinib yurganim bilan har doim qalbimda Alloh bo'lganda, har doim qalbimda Alloh bo'lgan. Har doim sadaqamni berganman. Har doim Alloh bilan suhbatlashganman. Yomon kunimda, yaxshi kunimda. Chunki men ota-onam menga qaramaganda, men o'zimni tirik yetimdek his qilganman. Har doim sevinch, sen yolg'izsan, senga Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Kambag'alligimda ham boshqa